bugun aytib o'tganimdek 3 ta mavzuni ko'rib o'tamiz. Bu bizda to be, subject, pronouns va article an degan mavzularni ko'rib chiqarganmiz. Xo'p, birinchi o'chirda article degan mavzudan rus tiliga yetib qoldik. Article mavzusidan boshlar ekanmiz. Article mavzusi. O'zi article mavzusi nima? Article'ni biz birlikda ishlatar ekanmiz, ya'ni otlar bilan. Undan oldin biz mana shu ona tilida 4 ta bir so'z bordi. Birinchisi ot. Ikkinchisi fe'l. Uchinchisi sifat va ravish. Xo'p. Demak, mana shu bilasizlar, maktabda ona tilini yaxshi o'rganmaganlar ham bor. Shuning uchun mana shu atiga mana shu 4 tasini bilsanglar, уже sizlar ancha osonroq bo'ladi ingliz tilini o'rganish. Chunki mana shu mavzular aynan bizga kerak bo'ladi. Xo'p, ot ko'pchilik bilishadi. Nima o'zi bu? Ot biz narsalar bilan ishlatar ekanmiz. Ya'ni bu narsa, любой. Kim, nima degan savollarga javob beradigan narsalar bizda ot hisoblanar ekan. Demak, masalan, stol, stul, mashina va odamlar ham shu otga kirib ketar ekan. Ingliz tilida bu nima deb nomlanadi? Ingliz tilida noun deb nomlar ekanmiz. Demak, har safar endi ot demayman, narsa demayman-da, noun degandan keyin sizlar o'zi tushunib olishingiz kerak, что bu bizda narsa, ya'ni yoki odam. Xo'p, keyingisi fe'l. Fe'l bizda bu harakat. Harakat. Demak, любой bir harakat. Suzish, yugurish, hattoki xayoliy harakatlar, ya'ni tushunish, o'ylash degan so'zlar ham bizga harakatga kirar ekan. Ingliz tilida biz uni verb deb nomlar ekanmiz. Endi har safar fe'l emas, verb desam, sizlar mana shuni tushunishinglar kerak, ya'ni любой bir harakat. Sifat. Sifat bizda adjective. Adjective deb nomlanadi. Birinchi tushuntirilishini yozib o'taman. Sifat biz tasvirlash uchun ishlatar ekanmiz. Tasvirlash. Nimani aynan? Otni. Otni tasvirlayotganimizda biz sifat ishlatar ekanmiz. Misoliga mana stol ot dedimi, ya'ni noun. Xo'p, agarda stol kichkina yoki katta demoqchi bo'lsam, men sifat ishlatayotgan bo'lar ekanman va ingliz tilida bu adjective deb nomlanar ekan. Ya'ni biror bir narsani shaklini, rangini, tuzilishini aytib berayotganingizda bu sifat deb nomlanar ekan. To'rtinchisi bu bizda ravish bu ham tasvirlash. Tasvirlash, ya'ni nimani tasvirlash? Fe'lni tasvirlash bo'lar ekan. Ya'ni agarda biror harakatni tasvirlamoqchi bo'lsak, bu ravishga kirib ketilar ekan, ya'ni ravish deb nomlanar ekan. Misol uchun yugurish, tez yuguryapti, sekin yuguryapti degan so'zlarni ishlatadigan bo'lsak, biz ravish ishlatayotgan bo'lar ekanmiz. Endi bu hozir noun, verb, adjective and adverb degan so'zlar hammasi o'zining mavzusi bor. Bunga hali yetib kelamiz, hammasini tushuntirib beraman. Hozircha prosta o'zingizlar uchun bilsanglar bo'ladi, ya'ni adverb. Yana bitta narsa life hack, ya'ni mana shu narsani o'zingizlar uchun bilib qo'ysanglar, qaranglar, mana verb, ya'ni fe'l deb qo'yibdi. Demak, bu orqali biz tushunishimiz mumkin, что ravishni biz fe'llar bilan ishlatar ekanmiz, ya'ni fe'llarni tasvirlash uchun harakatlarni. Demak, mana shuni tushunib oldik. Endi bizga ancha osonroq bo'ladi. Endi article mavzusiga qaytamiz. Articleda va n qo'shimchalari bo'lar ekan. Ya'ni biz buni otlarga qo'shamiz. Xo'p, ot bizda nima edi? Noun. Nounlarga qo'shar ekanmiz. Xo'p, nima uchun, qachon qo'shamiz? Qachonki ular birlikda bo'lsa. Aytdi, unda bo'lardi, adashmasam, mayli. Adashgan bo'lsam, keyinchalik o'zingizlar to'g'rilab olasizlar. Xo'p, lekin bu muhim emas. Xo'p, article an otlar bilan ishlatilar ekan, birlikda bo'lsa, ya'ni agarda biror bir narsa bitta dona bo'lsa, shunda an ishlatiladi. Misoliga eshitgansizlar, e-book, an apple deyshadi-yu, ya'ni misoliga e-book deyshadi, an apple deyshadi. Demak, e-book va an apple degani bu kitob bittaligi
olmani bittaligini tasvirlaydi, ya'ni tushuntiradi. Demak, faqatgina otlar bilan ishlatilar ekan. Xo'p, nimaga aynan ikkita? Nimaga e va n? Nimaga bookga e ishlatdik, Apple'ga n? Agarda artiklni ishlatmoqchi bo'lsanglar, otdagi, ya'ni noundagi birinchi harf undosh bo'lishi kerak, undosh. N esa unli harf bo'lishi kerak ekan. Ya'ni biror bir so'z undosh, ya'ni harf undosh bo'lganda biz ishlatar ekanmiz. Ahamiyat beringlar, mana book degan so'zda b harfi undosh ekan, harfi unli ekan. Mana misoliga undoshman. Buni qarangda qilib qo'yaman. Unlini esa buni qarangda qilib ko'raman. Demak, unli bo'lsa biz n ishlatar ekanmiz. Endi savol tug'ilishi mumkin, undosh bilan unli nima? Endi ba'zi bir odamlar rostdan ham bilmaydi. Xo'p, undosh bu bizda uzoq talaffuz qilinmaydigan harflar-da. Misoliga, uni talaffuz qilayotganingizda tilingizda tiyib turadi. Ya'ni hozirlik tilingizda tiyib turadi. Endi masalan, detalni tushuntiradigan bo'lsam. Xo'p, unli harflar o'zi nima? Unli harflarni ham yozib bering deyishinglar mumkin. Unli harflarni ham yozib beraman. Unli harfga bizga a kiradi, i kiradi, o kiradi, i kiradi. Keyin tak. Adashmasamda 4 ta harf kiradi. Yo'q, yana aydan tashqari bizda u degan harfimiz ham bor ekan. Mana shu 5 ta harfga biz n qo'shamiz. Ya'ni so'zni boshida mana shu 5 ta harf kelsa, bemalol n qo'shaveringlar. Lekin bu harflardan tashqari boshqa harflar b, d, c degan harflar keladigan bo'lsa, bemalol o'sha e ni qo'yaveringlar. Xo'p, mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, bitta exercise ham qilib ko'ramiz. Men hozir Enterprise kitobidan qilyapman. Bular hammasini tashib beramiz sizlarga exercise'larini. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu yerda exercise'ni bir bajarib ko'ramiz. Book turibdi. Bookga biz уже tak kerak qilamiz. Boshqacharoq turganmi buni? Xo'p. Boshqasini ochamiz. Mana shundoq yozib turaveramiz. Birinchisiga n bo'ladi. To есть bo'ladi, ya'ni chunki birinchi harfni ko'rib turibsizlar. Mana b bo'lib turibdi-da. B bo'lgani uchun, ya'ni undosh harf bo'lgani uchun biz ishlatamiz. Keyingisi armchair degan so'zga biz n qo'shamiz. Nimaga? Chunki bizda mana harfi kelyapti. Ya'ni men aytib o'tganimdek, mana ko'rasizlar, ya'ni ni kelsa biz nima qilamiz? N qo'yar ekanmiz. Ya'ni bu nimani yana anglatyapti? Bu bittaligini, ya'ni bitta turgani uchun men n qo'shyapman. Bu yoqqa n qilib qo'yaman. Hop, house'ga biz h kelgani uchun biz qo'yamiz. Nimaga? Chunki h harfi undosh hisoblanadi va bu yerda yo'q. Demak, orange, qarang, o harfi. O harfi bor ekan. Demak, bu unli hisoblanadi va shuning uchun men n qo'yaman. Keyingisi elephant deyotganimizda biz n qo'yamiz, chunki yana i harfi kelyapti. Xo'p, demak, qolganini sizlar o'zingizga tashib beraman. Sizlar bitta qilib ko'rasizlar shunda. Demak, o'ylashim bo'yicha hammasi tushunarli bo'ldi. Article tushundik. Endi keyingi mavzuga o'tamiz. Demak, bizda subject, ya'ni shaxslar bor ekan, ya'ni o'zbek tilida olmoshlar, kishilik olmoshlar deb nomlanadi. Ya'ni man, san, u, bu, u bu kirmaydi, to'g'risi. U yoki ular, biz degan so'zlarni ishlatmoqchi bo'lsanglar, bu bizda subject deb nomlasak bo'lar ekan. To'liqroq so'zi bizda mana subject pronouns, ya'ni qisqartirib subject desangiz ham bo'ladi. Subject pronouns. Demak, subject deb yozib qo'yaman. Subject. Subject. Demak, subjectni ko'rib turibsizlar, bizda mana shu so'zlar bor ekan. Qaraman. Mana subject so'zi bor ekan. Demak, subjectga bizga I kirar ekan. You, we, they, he, she va it. Hop. I bu man degani, endi men deb yozmayman, man deb yozib qo'yaman bizga osonroq bo'lishi uchun. Hozir men kitobiy qilib sizlar qiynagandan ko'ra o'zimizni tilimizda mana shunaqa yozib qo'yganim yaxshiroq. Ya'ni I man deb tarjima qilinar ekan. You esa bizda san yoki
siz deb tarjima qilsak ham bo'lar ekan. Demak, bu yoqqa ketib qoldi. Yo'q, g'alati bo'ldi. Okay. Mana shuni qoldirib qolamiz. Xo'p, san va siz deb kelar ekan. Keyingisi we. We bizada biz deb tarjima qilinar ekan. Keyingisi they. Ular deb tarjima qilar ekan. Xo'p, o'g'il bolalarga biz bilasizlar, o'g'il bolami, qiz bolami, narsami, hayvonmi, har safar u deymiz, to'g'rimi? U deymiz. She ga ham biz u deymiz. It ga ham biz u deymiz. Endi qanday ajratib olamiz desanglar, masalan, tarjimasini yozib qo'yaman. O'g'il bola deb yozib qo'ydim. Qizga ishlatamiz, qiz deb yozib qo'ydim. It narsa, ya'ni narsa va hayvonlar. Hayvonlarga, xullas, jonli hayvonlarga, xullas, jonzotlarga ishlatar ekanmiz. Narsa, misoliga, kuchuk demoqchi bo'lsak, mushuk demoqchi bo'lsak, biz bemalol it degan so'zni ishlatsak bo'lar ekan. Bo'ldi, subjektni tushunib o'tdik. Demak, ko'rib turibsizlar, mavzu вообще qiyin emas, oson, article, mana article tushuntirib o'tdim, subjektni ham tushuntirdim. Bu degani ikkita mavzuni o'zi ko'rib bo'ldik sizlar bilan. Demak, ko'rib turibsizlar, juda qiyin joyi yo'q ekan. Xo'p, sal kattaroq mavzuimiz bu bizda to be hisoblanadi. Ito u katta emas, ya'ni juda qiyin mavzu emas. Просто bular ichida sal kattaroq mavzu shu bo'ladi. Xo'p. Endi to be ni tushuntirib beraman. Xo'p, to be fe'li bizada bo'lmoq deb tarjima qilinadi. To be fe'li bizada bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Voy, yozibman. Bo'lmoq. Demak, biz qachon ishlatamiz o'zi to be ni? To be ni kimdir yokida nimadir haqida ma'lumot bermoqchi bo'lsak, ya'ni harakatsiz, ahamiyat beringlar, harakatsiz ma'lumot. Demak, buni biz nounlar bilan ishlatar ekanmiz. Otlar bilan. Misoliga, men studentman, men ustozman demoqchi bo'lsam, men to be ishlatar ekanman. Hozir men yana yordamchi fe'llarni, hammasini gap tuzishlarini o'rgatib qo'yaman. Prosta hozir tushunib olinglar demoqchiman. Ya'ni to be ni qachon ishlatamiz, nimaga ishlatamiz? To be bo'lmoq deb tarjima qilinadi va otlar bilan ishlatar ekanmiz. Otlar bilan. Hozir shuni zeleniy qilib qo'yaman. Xo'p, qachon ishlatmaymiz? Mabodo gapingizda fe'l kelib qolsa, fe'l kelsa, ya'ni harakat, любой bir harakat kelib qolsa, biz verb, ya'ni to be ni ishlatmaymiz. Hozir nima deyotganim hozir tushuntirib beraman sizlarga. Tak. Xo'p, misoliga I am a student dedim. 3 ta o'zi gap bor, pozitiv, negativ va savol gap bor, bilasizlar. Misoliga men studentman, pozitiv gap. Men student emasman, men student emasman demoqchi bo'lsam, bu negativ gap bo'ladi, ya'ni inkor qilayotgan bo'laman. Xo'p, agarda men studentmisan deb so'ramoqchi bo'lsak, ya'ni studentmisan deb so'ramoqchi bo'lsam, bu savol gap bo'lar ekan. Demak, 3 xil savol, 3 xil gapimiz bor ekan. Hozir buni ham bitta pastga tushirib qo'yaman. Qarshi o'tiramiz. Demak, qaranglar, I am a student deyapman-da. Ya'ni bu yerda harakat yo'q, ko'rib turibsizlar. Men studentman. Hech kim hech nima qilayotgani yo'q. Men studentman deb o'zim haqimda ma'lumot beraman. Shuning uchun men am ishlatdim. Undan oldin bitta narsa meni esimdan chiqibdi, tushuntirish. Sirali gap tuzib ketibman. Demak, bilasizlar, to be da 3 ta yordamchi fe'l bor. 3 ta yordamchi fe'l bor. Buni men aytib yozib qo'ya qolaman. Demak, birinchisi am, keyingisi is va are yordamchi fe'llari bor ekan. Am, is, are 3 ta yordamchi fe'l bor ekan. Buni qachon ishlatamiz desanglar, mana shu I, you, they bilan ishlatar ekanmiz. Men buni hozir o'chirib turaman. Demak, I ga men I ga am ishlataman. You, we, they ga men are ishlataman. He, she, it ga men is ishlataman. Ya'ni qaranglar, u demoqchi bo'lsak, san demoqchi bo'lsak, ularga alohida yordamchi fe'llari bor ekan. You are, he is deb aytishimiz kerak ekan. Demak, I, you, theylarga biz mana shunaqa tarzda har xil yordamchi fe'llar ishlatar ekanmiz. Mana qarang, men studentman demoqchiman-da. I am a student. Ahad beringlar, men I ga nima ishlatdim? Am ishlatdim. Ya'ni yordamchi fe'lini, am yordamchi fe'lini. I am a student. Men studentman deyapman.
Keyin ahamiyat bersanglar, mana shu yerda men nima qildim? Artikel ishlatdim. Qaranglar, mana mavzuni tushuntirdim. Demak, student birlikda bo'lgani uchun mana shu yerga ham artikel qo'yibman. Keyingisi bizada bu am is are yordamchi fe'lini ishlatdim. Xo'p, buni ham boshqa rangda qilib qo'yaman. Xo'p, mana am ga men nima qildim? M ga men to есть I ga am ishlatdim mana. Xo'p, endi agarda men student emasman demoqchi bo'lsam, men I am not a student der ekanman. Ya'ni men student emasman demoqchi bo'lsam, men mana shu not degan so'zni hop buni bundoq qo'yaman. Qaysi rang? Not so'zini qo'shar ekanman. Not degani bu emas, ya'ni student emasman demoqchi bo'lsam, men I am not a student der ekanman. Xo'p, agar savol bersamchi, savolda yordamchi fe'l oldinga o'tadi. Shunda am I a student? Men studentmanmi deb o'zimdan so'ramoqchi bo'lsam, men to'g'risini aytsam g'alati bo'ladi. O'zimdan so'rasam, ya'ni men studentmanmi deb. Shuning uchun sal keldi o'zgartiramiz. Are you deyman, ya'ni san deb so'raylik. Are you a student? San studentmisan demoqchi bo'lsam, men demak are ishlatar ekanman. Nimaga? Hozir ko'rsataman bunisini. Qaranglar, men aytganmidim. You ga men nima ishlataman? Are ishlataman degandim. Are ishlatardim. Mana you ishlatganim uchun men are ishlatdim. Are you a student? Demak, yordamchi fe'l biroz mayda turgan bo'lsa, mana men oldiga o'tkazib qo'yaylik. Все, savol bo'lib ketar ekan. Demak, are you a student bizda savol bo'lib qolar ekan. Yana ko'rib turibsizlar, men article ishlatyapman, ya'ni o'tgan mavzularim shu yerda ham ishlatilyapti. Endi he sheetini ham ko'rsatib bering desangiz, he juda oson. Mana is qo'shyapsizlar, he is a student. Shuni gapi he is a student, ya'ni u student demoqchi bo'lsanglar, sizlar he ga ishlatar ekansizlar. Xohlasanglar she deylar. Mana misol men she deb qo'yaman. She deb qo'ysam, she is a student desam, qiz bolaga nisbatan bo'lib qoldi. Endi men aytaman, что u mana qiz student deb ma'lumot beryapman. Ko'ryapsizlar, aytgan narsalarim to'g'ri tushyapti hammasiga. Mana sal kattaroq qilib qo'yaman. Xo'p, demak, keyingisi boy aytdim, fe'llar bilan ishlatmaylar dedim, harakatlar bilan, verb, ya'ni harakatlar bilan ishlatmaylar dedim. Eshitgansizlar, mana shunaqa gapni I go to school, ya'ni men maktabga boraman degan gap. Ahamiyat beringlar, men aytdim, men I am deb yozmadim. Ya'ni I am deb yozganim yo'q. Nimaga? Chunki to be ni ishlatish mumkin emas bu yerda. Ya'ni I go to school bu to'g'ri gap. To'g'ri gap, lekin I am go to school deyish noto'g'ri. Boshqa rang bilan qo'yaman, qizil bilan, ya'ni qizil bilan gapirgan yozgan so'zlarim bu bizda noto'g'ri degani. Ya'ni fe'l bilan ko'rasizlar, ishlatmaymiz, ishlatmaymiz. Ishlatilmaydi deb qo'yaman. Ya'ni verb bilan ishlatilmaydi. I am go to school deb bo'lmaydi, I go to school bo'ladi. Xo'p, mavzuni почти tushuntirib bo'ldim. Yana bitta joy qoldi. Qaranglar, yana biz gaplarni qisqartirsak bo'lar ekan. Demak, I am a student dedim-ku, ya'ni I am, yana mana shuni o'zgartiramiz. I am a student dedim. I am dedim. Demak, mana shu gapimizcha bundoq qisqartirib qo'ysak ham bo'lar ekan. Shunda mana shunaqa qisqartirsak, qisqarish ya'ni am degan talaffuzni beradi, ya'ni sal g'alati, no gap tuzayotganingizda normal bo'lib ketadi. Xo'p, you are misolida, you are bo'lsa, bu yerda sal boshqacharoq. Mana you ni yozib olasizlar va you ni yozgandan keyin mana bundoq qilasizlar. Mana shunaqa qilasizlar, bo'ldi. You are emasda, you are deb yorsak bo'lar ekan. Demak, men you ni qisqartirib oldim. Demak, prosta mana shunaqa nimadir bu nomini. Esimda yo'q, mayli. Xo'p, xullas mana shunaqa narsani qo'yib, keyin are deb yorsanglar, demak, o'sha to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, he da unda qanday qilamiz? He da biz вообще oson, prosta he deb yana bundoq qilib his qo'yamiz, bo'ldi. Xo'p, apostrofmidi, mana shunaqa deyilardi, men esimda yo'q, mayli. He is, his deb bo'lib ketar ekan. Demak, endi keling, men gap tuzib ko'raman. You are a student. Shunda you are a student bo'lib ketdi, qarang. Ya'ni you are a student emasda, you are a student. Demak, tez aytib ham bo'lar ekan. Xo'p, ikkinchi qisqartirilishi. Ya'ni qanday ikkinchi turi bormi qisqartirilishi desanglar, yo'q, unaqa emas. Ya'ni not bilan keladi, mana masalan you are not dedim-ku. Mana shuni qisqartirsak bo'lar ekan. Masalan, shunda you ni yana yozib olasizlar. You
aren't deysizlar bo'ldi. You aren't desanglar bo'ldi ekan. Ya'ni mana not bor, shu notchi просто mana shunaqa qilib yuboringlar. Всё, shun bilan bu qisqartirish bo'lib ketar ekan. O'zi qisqartirish nima keragi bor desanglar, speakingga juda mos tushadi, juda zo'r speakingga. Shunaqa qisqartirsanglar bo'ladi. No, iloji boricha qisqartirganingiz ma'qul. Lekin writingda qisqartirmanglar. Ya'ni yozma tarz, yozma ishlar bo'lsa, insholar bo'lsa qisqartirmaganinglar ma'qul. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Buni o'sha to be'lar bilan you are not, misol mana are not demoqchi bo'lsam, qisqarilishi aren't bo'lib ketar ekan. Qaranglar, aren't bo'lib ketar ekan. Xo'p, is not demoqchi bo'lsam-chi? Is not demoqchi bo'lsam, shunchaki isn't derkanman, все. Demak, ko'ribsizlar, men prosta netni qo'shib yuboraman, shuni to'g'ri ketadi. Lekin I bilan sal boshqacharoq bo'ladi, sal boshqacharoq. Shuni eslab qolasizlar bo'ldi. I am not. Shunda amn't bo'lmaydi, yo mumkin emas unaqa qilish. Prosta mana shu bundoq qilasizlarda I am not qilsanglar, I'm not qiladi shuni. I'm not. Boya ko'rdinglar, boya talaffuz qilayotganda g'alati eshitdilar. Am degandek. No, I am not, I'm not deb yuborsak bo'lar ekan. Demak, endi bu yerda ham bitta qisqartirib ko'ramiz. Mana. Xo'p. Not, mana esini olmadim, ko'rdinglar, mana shu eni olib qo'yish kerak. I'm not a student. I'm not a student. Ya'ni tezroq talaffuz qilmoqchi bo'lsanglar. Xo'p, demak, yana bitta narsasi qoldi. Xo'p, mana savol bor. Savolga javob berish. Ya'ni qisqacha javob bersanglar ham bo'lar ekan. Sen studentmisan deyotganda biz qanday javob beramiz? Qisqacha ha, men studentman. Ha, shunaqa demoqchi bo'lsanglar, prosta yes. Yes, zapitoy. Xo'p, I am deysizlar. Yes, I am. Ha, men studentman. Ya'ni shunaqa ma'noda keladi. Demak, bunaqa davom ettirib ketmanglar. Ya'ni yes, I am a student deb davom ettirib ketmanglar. Kerak emas, bunaqa qilish mumkin emas. Prosta yes, I am deylar. Da eshitgansizlar yes, I am a student deb ketishadi. Bu speakingda normalmi. No, aslida yes, I am deganinglar ma'qulroq va keyin to'g'risini aytib yes, I am a student deb davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, agarda yo demoqchi bo'lsanglar-chi, no, I'm not bo'ladi. No, I'm not. Yo'q, men student emasman. Xo'p, to'liqroq varianti bo'lsa-chi, ya'ni men davom ettirmoqchi bo'lsam, men prosta aytgan nuqta qo'yib qo'yib, I am teacher. Shunda are you student? Sen studentmisan? Ha, men studentman desam bo'lar ekan. Yo'q, men student emasman. Men ustozman. Ya'ni mana yo'q degani men ustozman. Shunda bu grammatически juda to'g'ri bo'ladi. Xo'p, adashmasam hech nimani esdan chiqazmadik. Hamma mavzuni ko'rib chiqdik. Xo'p, endi bitta exercise'larni bajarib ko'ramiz. Xo'p, mana birinchi exercise'da bizda mana shu olmoshlarni qo'yib chiqishimiz kerak. He, she, it yokida they ni qo'yib chiqishimiz kerak. Mana shu rasmda kimni ko'rsak yokida nimani ko'rsak biz olmoshni qo'yib chiqishimiz kerak. Mana gitaraga it debdi. Chunki u jonsiz narsa, ya'ni bu narsa shunchaki. Xo'p, ikkinchisida ikkita odam o'ynayapti va biz ular deymiz. They deb yozib qo'yaman. Xo'p, mana qiz bolani ko'ramiz va biz qiz bolaga nima derdik? She deymiz. She. Xo'p, o'g'il bolaga he deymiz. Bu yog'ini o'zingizlar qilib ketasizlar. Yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, ko'plikda odamlarga there deyotganmiz-da, lekin narsalarga nima? Hali ham shu it deymiz ham? Yo'q. Ya'ni biz it demaymiz. Xato bo'ladi. O'chirib tashlaymiz. Qaranglar, bular ko'plikda-yu. Ko'plikda bo'lgani uchun men ularni they deb nomlar ekanman. Ya'ni bemalol ular deb aytsak ham bo'lar ekan. Chunki jonsizmi, farqi yo'q. Chunki ular ko'plikda. Ko'plikda bo'lgani uchun men they deb ishlatar ekanman. Xo'p, yana bitta narsani hozir tushuntirib o'taman. Qo'shib o'taman mana shu to be mavzusiga. Qaranglar. Agarda biror bir narsa ko'plikda kelsa, ko'plik bo'lsa, biz are ishlatamiz, eslab qolinglar. Agarda birlik bo'lsa, biz is ishlatamiz. Misoliga qaranglar, men har doim I o'zi bilan ishlatmayman. Father misoliga. Mana misol otadi. Ota father is bo'ladi. Demak, endi my father deb qo'yamiz. Ya'ni otam. My father
is a teacher. Ko'rdinglarmi? Fasr ya'ni birlikda bo'lgani uchun. Xo'p, agarda men уже ko'pli ishlatmoqchi bo'lsam, sisters demoqchi bo'lsam, уже men sisters is demayman, mumkin emas uni deyish. Sisters are deyman, chunki men ko'plida men are ishlataman deb qo'yganman. Sisters are students. Ya'ni opalarim student deb aytayman. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Article nega qo'ymadim? Chunki bu yerda students, ya'ni studentlar deyapman. My sisters are students, ya'ni my sisters are students. Mani opalarim studentlar deyapman. Demak, chunki bu yerda ko'plik bo'lyapti-da. Ko'plik bo'lganicha men article qachon qo'yaman dedim? Birlikda qo'yaman dedim. Demak, men article'ni bu yerga qo'ya olmayman. Students bo'lib qolar ekan. Article'ni ko'plikda qo'yish mumkin. Ko'plikni qayerdan bilamiz desanglar, mana bu esda ko'rasizlar. Mana shu mavzuni bir 3-unitda tushuntirib beraman. Hozircha mana shu mavzularni o'tib turamiz, keyinchalik yana osonlashib ketadi. Xo'p, mana bu yerda men ko'rib chiqdik, birinchi exercise qildim. Ya'ni bu qaysi mavzuga oid edi? Demak, mana subject mavzusiga, subject mavzusini qilib chiqdik. Xo'p, keyingisi mana 3 qilib ko'ramiz. To be. To be ni qilib ko'rar ekanmiz. To be bizada mana subjektlar, ya'ni olmoshlarga qarab turib biz to be sini yozishimiz kerak ekan. Xo'p, he ga nima ishlatardik? Mana he is ishlatardik. Xo'p, mana bu yerda men buni tekshirib olsak ham bo'ladi. To be. Nima dedim? He ga mana is ekan, ko'rasizlar? Ya'ni is ishlatdim. Xo'p, she ga ham is, it ga ham i mana shunaqa. Xo'p, they ga nima ishlatamiz? O'sha is bo'lmaydi. Are ishlatardik, to'g'rimi? Men qayerda yozib qo'ydim? Mana shu yerda yozib qo'ydim. Mana ga are ishlatamiz deb qo'ydim. Demak, qolganlarini ham bitta qilib ko'rasizlar. Mana bu esa short form deyilgan. Short form degani qisqartirilishi degani. Ya'ni he is deb o'tirmaydi. Mana yoqqa bundoq qilasizlar-da. Tushmay qoldi. He is deysizlar. Endi daftaringizga yozganda osonroq bo'ladi. Xo'p, they are qiyin bo'ldi bu yerda yozish. No, they are bo'lar ekan. Demak, buni ham ko'rib chiqdik. Keling, endi siz bilan qaysi exercise? Mana shu 7 ni bittasini men qilib ko'raman. Demak, savolini berish kerak ekan. Keyin yo'q deb yoki ha deyish kerak. Rasmda agarda rostdan ham shunaqa bo'lsa va keyin to'g'risini aytish kerak agarda xato bo'lsa. Tushunmagan bo'lsangiz bitta ko'rsatib beraman. Demak, mayli so'rashyapti. Kittens. Ya'ni mana shu kichkina mushuklar, mushukchalarmi? Xullas, shunaqami deb so'ramoqchi bo'lsak, kittens ko'plikda. Ko'plikda nima ishlatardik? Are ishlatardik. Are ishlataman. Keyin ularmi? Ya'ni ko'plik bo'lgani uchun men nima ishlataman? They ishlataman. They ishlataman. Are they kittens? Bu mushukchalarmi? Ya'ni kichkinasimi? Mushuklar kichkinasi nimadir? Mushukchalar deyiladi. Xo'p, xullas, demak, rostdan ham ha shunaqa. Demak, biz nima deymiz? Yes deymiz. Ha. Yes. They are tagini tizib qo'yamiz sig'magani uchun. Demak, yes, they are deyman. Bu mushukchalarmi? Ha, bular mushukchalar deb aytaman. Demak, keyingisi, ya'ni 3-chisini agarda yolg'on bo'lsa-chi, ya'ni noto'g'ri bo'lsa-chi gapi, unda nima qilamiz? No deymiz. Demak, limon. Bu limonmi? Yo'q, biz ko'rib turibmiz, shu bu bizada olma. Olma bo'lgani uchun biz so'raymiz. Qarang, olma bizada nima u narsa bo'lgani uchun it ishlatamiz, to'g'rimi? Savolda itga nima ishlatardik? Is ishlatardik. Savolda bizga to be oldinga chiqadi. Mana aytdim, mana. Savolda to be oldinga chiqadi. Is it a lemon? Bu limonmi deb so'raymiz. Yo'q, biz ko'rib turibmiz, bu limon emas, shuning uchun no it isn't. Rosa azob bo'lib ketdi buni yozish. Mayli, xo'p. Hamma sizlar uchun no it isn't. Yo'q, unaqa emas. Yo'q, bu olma emas, limon emas demoqchimiz. Va shu sababdan no dedim. Xo'p, o'zi aslida bu nima? Bu olma ekan. Demak, men mana olma deb yozib qo'yibdi. Olmasini yozish shart emas. It deyman. Qaranglar, men olmaga it ishlatyapman. It is an apple. Bu olma deyapman.
Xo'p, mavzuni tushuntirib berdim va sizlar bilan mana shunaqa mashqlar qilib ko'rdim. Mana shu mashqlarni man sizlarga skrin qilib tashlab beraman. Sizlar ham bitta o'zinglar qilib ko'rasizlar. Bu yerda bitta bu mashqlar emas, turli xil mashqlar bor. Qiyin joyi yo'q. Bitta mana sample ham berilib qo'ygan, ko'rib turibsizlar. Mana shu yerda ham hammasini ko'rib chiqib bitta qilib chiqasizlar. Demak, mana shu hammasini man sizlarga tashlab beraman. Demak, keyingi darsimiz ikkinchi unit bo'ladi. Keyingi darsimizda ikkinchi unit bu have got, has got degan mavzuni, can degan mavzuni o'tamiz. Hozircha shu, hozir hammasini skrinni qilib beraman. Xo'p, balki kimdirga boshida qiyin bo'ladi, kimdirga boshida oson bo'ladi. Qiyinmi, osonmi farqi yo'q. Daraja mana beginnerlar уже o'rtalariga yoki oxirrog'i borganingizdan keyin rostdan ham yaxshi shug'ullanib, videolarni to'liq ko'rib, uyga vazifalarini yaxshilab qiladigan bo'lsa, to'liq qiladigan bo'lsanglar, sizlarga уже qiyin bo'lmaydi. Ya'ni уже moslashib olasizlar. Mavzular уже o'zingizlar tushunishni boshlaysizlar. Hozir birinchi dars bo'lgani uchun balki ba'zi bir joylari tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. No ito kamdan kam bu holat. Bu mavzuni asosan birinchi darsimda o'tib berayotganda o'quvchilar tushunishadi. Demak, bajaramiz. Hammasini tashlab qo'yaman. Charchamanglar, kuninglar xayrli bo'lsin.